Tinchlikmi? Ishga? Kimgadir yoqishga harakat qilyapsizmi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Bu paxolchalar olib tashlab tozalayver kostyumni. Ha, muhim bilan uchrashuv bormi? Demak, kimdir biladi. Ana shunga ketaman hozir. Yaxshi. Ana bu ko'rinishingiz zo'r. Shundoq ketavering. Ha, tinchlikmi? Ishdan tez qaytdingiz. Boshliq aytdi bunaqa bo'lmish bizga kerak emas deb. Ha, bo'pti, bo'larish bo'pti. Yuring uyga mebel olgan boraylik. Mebel, pul yo'q, oylik yo'qmi, ishdan ketdim. Yo'q, ololmaymiz hech narsa. Ha, siz yuring. Ishonch do'konlaridagi yanvar oyidagi aksiyalardan foydalanib, uyimizning interyeriga mos keladigan turli xildagi mebellarni 12 oyga 15% chegirma yoki 5% bonus bilan xarid qilishimiz mumkin. Interyercha pul qolmadi. Men ishdan ketdim, oylik yo'q deyapman, tushunyapsanmi sen? Xavotir olmang. Agar 6 oyga bo'lib to'lashga olsak, hech qanaqa boshlang'ich to'lovlarsiz va oylik ustamalasiz xarid qilishimiz mumkin. Bu ana shu zo'r ekan lekin. Bundan tashqari ishonch do'konlarida yana ko'plab mahsulotlarga turli xil aksiyalar bo'lmoqda. Tashrif buyuring, foydali xaridlar qiling. Bunday imkoniyatlar faqat ishonch do'konlarida amal qiladi. Fursatni qo'ldan boy bermang. Aka, shuni qizildan bormi sizlarga? Ha, qizili kimdir eslatadimi sizga? Yo'q, hali.